Yegani yaratquchi Abduri Yarmuhammad Jaloliddin Planlag'uchi Sajiya Islom tadqiqot markazi Mas'ul muharrirlari Dr. Abdul Aziz Rahmatullah Abduvali Sayed Korrektor Abduvali Sayed Bat va muqovil loyihaliguvchi A. Aqxon Allohning yakkiganligining dalillari Allohning yakkiganligi deganimizda mavjudiyatni yo'qdan bar qilgan, olamni paydo qilib, uningda qonuniyatlarni o'rnatgan va uni aqlni lol qiladigan ajoyib muntazam sistema asosida idora qilayotgan, jumladan yer sharidan iborat bu makonning hayotlik makoni bo'lishini iroda qilib, uningda hayotlikning davomlashishi uchun kerakli imkoniyat va afzal sharoitlarning hozir bo'lishini vujudga keltirgan yaratquchining faqat birli ekanligi, uning mavjudiyatining o'xshishi va tanglashining yo'q ekanligi, yaratish, kuch-qudrat, boshqarish va idora qilish qatorliqlarda uning mustaqil ekanligi ko'zda tutiladi. Ya'ni Allohni yakigani deyishda uning faqat zotidili bir bo'lib qolmay, ilohda tepilish kerak bo'lgan sifatlardimi, barliq ish faoliyatlaridami mustaqil va tangdoshsiz ekanligi ko'zda tutilgandir. Biz tuvanda Allohning mavjudligini isbotlovchi keskin dalillar izdan yurgan asosda uning yakkiganining dalillari bilan tanishib o'tamiz. Birinchi, muqarrar mavjudiyat yegona mavjudiyatdir. Mavjudiyat dalilida ko'rib o'tganimizdek, yo'qdan bar bo'lgan va o'z-o'zidan bar bo'lishi va yoki o'zini o'zi bar qilishi mumkin emas bir mavjudlikning bo'lishi, aqliy jihatdan mavjudotning paydo bo'lish sababining xarakter, xususiyat va boshqa har qanday bir taraflarda butunlay o'xshashmaydigan yana bir mavjudiyatga berib to'xtatish kerakligini muqarrarlashtirdi. Mavjudiyat nuqtasidan ilib berilgan aqliy natija mumkin mavjudiyat va muqarrar mavjudiyatdan iborat mavjudlik kategoriyasiga tavallanishda o'xshash bo'lsa-mu, ammo mohiyati va tabiati jihatdan bir-biriga tubdan o'xshamaydigan ikki mavjudiyatni o'ttirg'a chiqaradi. Sabab zanjirining cheksizlashishining aql jihatdan mumkin emasligi bo'lsa, mumkin mavjudiyatning paydo bo'lish manbasining muqarrar mavjudiyatga berib to'xtashini muayyanlashtiradi. Bu o'z navbatida mumkin mavjudiyatning o'z-o'zidan bar bo'lolmaydiganligini, uning bar bo'lishi uchun mumkin mavjudiyatning paydo bo'lishiga ta'sir ko'rsatgan, mumkin mavjudiyatdan butunlay farqli holda o'z-o'zidan bar bo'lgan bir muqarrar mavjudiyatga tayindiganligini dalillaydi. Sabab zanjir nuqtasidan qaraganda o'z-o'zidan bar bo'lishi mumkin emas bir mavjudiyatning paydo bo'lish sababining cho'qim o'z-o'zidan bar bo'lgan bir mustaqil mavjudiyatga berib to'xtashi muqarrar. Demakki, moddiy olamdan iborat o'z-o'zidan bar bo'lmagan bu mavjudiyatning mavjudlik dunyosida qad ko'tarishi, uni maydoniga kelish sababining bir muqarrar mavjudiyatga berib to'xtaydiganligini belgilab beradi. O'z-o'zidan bar bo'lmagan va mavjudligi mustaqil bo'lmagan barliq mavjudotning paydo bo'lish sababining Xudodan iborat bu muqarrar mavjudiyatga berib to'xtashi, mavjudlikning yegona manbasi va sabab zanjiri kesiladigan yoki to'xtaydigan oxirgi chekning uning bilan tugallanishi muqarrar mavjudlikning faqat va faqat birla mavjudiyat bo'lish kerakligini dalillaydi. Qur'ondagi mavjudiyat daliliga ishorat qilingan oyatlardan baradigan oxirgi nuqta Xudodir. Najm surasi 42-oyat. Allah hammadan behojatdir. Luqman surasi 26-oyat. Hamma Allohga muhtojdir. Ixlos surasi 2-oyat. degan oyatlar shundaqla Qur'onning Xudoning birligini aqida qilish haqidagi chaqiriqlari va keskin holda jakarlangan "U Alloh birdir." Ixlos surasi 1-oyat. Qatorliq kitoblar hamda maxsus uning yakki yeganligini to'litish uchun kelgan aqliyligi kuchli dalillar Allohning faqatla bir ekanligining naqliy dalilidir. Ya'ni bu vaqtdagi dalillar ham aqlidir va naqlidir. Biz yuqorqi oyatlarning aqliy jihatdagi izohatlarining nuqul Allohning mavjudiyatini emas, balki uning yakki yeganligini dalillaydiganligi to'g'risida Qur'on va mavjudiyat dalili temasida tafsir va aqida olimlarining izohatlari asosida to'xtalib o'tgan bo'lg'ach, bu vaqtda ortiq to'xtalmaymiz. Faqat bu nuqtadagi izohat yanama aydin bo'lib ketsin uchun Imom Roziyning mavjudiyat dalili to'g'risidagi Allohning yeganaligiga doir oyatlardan biriga bergan tuvandagi izohatini keltirish bilan kifoyalanamiz. İmam Faxruddin Razi mundaq deydi: Alamni yaratquchining o'z-o'zidan bar muqarrar mavjudiyat bo'lishi, uningdek ikkinchi bir muqarrar mavjudiyatning bo'lishining mumkin emasligini belgilaydi. Undaq bo'lmagan taqdirda har ikkisining muqarrarlik xususida o'rtaq quvvatda bo'lishi bilan tang, har ikkisining biri yana biridan xususiyatda cho'qim farqlanish kerak bo'ladi. Biroq bundaq bo'lganda quvvatda o'rtaq, xususiyatda o'xshamas ikki muqarrar mavjudiyatning cho'qim o'rtaqlik va o'xshamaslik taraflarda birikish yuz bergan bo'lish kelib chiqadi.
Albuki bundaq birikish mumkin mavjudiyatning xususiyati bo'lib, muqarrarlik holatidagi birikishmo biriktirgichi omilga muhtoj bo'lmay qolmaydi. Navada bu yerda har birining mavjudligini yana biridan farqlantirib olgani bo'ladigan, biroq har ikkisini muqarrar mavjudiyatlikda mumkin mavjudiyatni paydo qilguvchi sabab bo'lishda o'xshash desak, cho'qimki bu ikki mavjudiyatmi bir-biridan birikmay, ya'ni cho'qim ikkisidan biri yana biriga ta'sir ko'rsatmay mavjud bo'lmaydi. Bundaq ta'sir ko'rsatishadigan ikki muqarrar mavjudiyat bor deganda, ikkisidan birining yana biriga mavjud bo'lishiga ta'sir ko'rsatgan bo'lishi kerak bo'ladi-da, bundaq bo'lishimi sabab zanjirining kesilmay chaksizlashishini keltirib chiqaradi. Shunga bundaq bo'lishimi aqlga zid. Mushundaq ahvoldami mavjudiyatida mustaqil bo'lgan ikki muqarrar mavjudiyatning mavjud bo'lib turishi mumkin bo'lmagan ekan, mushu xildagi mavjudiyatlarning ta'siridan paydo bo'lgan va yoki o'z mavjudiyati ashu xil muqarrar mavjudiyatlarga muhtoj bo'ladigan mavjudiyatlarning muqarrar mavjudiyat bo'lolmaydiganligiga texmi gap ketmaydi. Mana bu muqarrarlik salohiyatiga ega mavjudlikning cho'qim bir bo'lish kerakligini, ashu yegani muqarrar mavjudiyatdan boshqa hammaning mumkin mavjudiyat bo'lish kerakligini isbotlab beradi. Shayxul Islom Ibn Taymiya Imom Razining muqarrar mavjudiyatning isbotlanganligi uning birdan ko'p bo'lish ehtimolligini yo'q chiqaradi degan bayoni ustida to'xtalgan so'zida mazkur dalil metodini muayyanlashtirib mundaq deydi. Shubhasizki, Imom Razining bu vaqtdagi izohati orqali muqarrar mavjudiyatning mavjudligining birdan ko'p ilohning, birdan ko'p parvishkarning, birdan ko'p yaratquchining, birdan ko'p ma'budning, birdan ko'p abadiy hayot zotning, birdan ko'p olamni idora qilg'uchining, birdan ko'p mutlaq mukammallik egasining, birdan ko'p o'z-o'zidan bar mavjudlikning bo'lishini rad qilish maqsad qilingan ahvolda mazkur izohat to'limi joyini topgan bo'ladi. Xulos qilganda, o'z-o'zidan bar bo'lishi mumkin bo'lmagan mavjudiyatning bar bo'lish sababi zarur holda muqarrar mavjudiyatga berib taqiladi. Ya'ni muqarrar mavjudiyat bo'lmay turib, mumkin mavjudiyat o'z-o'zidan bar bo'lolmaydi. Ham bar bo'lishimi mumkin emas. Natijada o'z-o'zidan bar bo'lolmaydigan mumkin mavjudiyatning bar bo'lish sababining berib to'xtaydigan eng oxirgi nuqtasining muqarrar mavjudlik, ya'ni Xudo bo'lishi va muqarrar mavjudlikning ikki bo'lishining mumkin emasligi qatorliq nuqtalar yaratquchining faqat va faqat bir ekanligini, birdan ortiq bo'lishining mumkin bo'lmaydiganligini ko'rsatib beradi. Ikkinchi, azaliylik sifatiga ega yaratquchining barligi uning yakka yegani bo'lishini taqozo qiladi. Kainat dalili olamning hodis ekanligini, ya'ni uning yo'qdan bar bo'lganligini va bu hodisni paydo qilgan sababning Xudo ekanligini dalilaydigan kuchli dalillardan biri. Albatta, biz kainat dalili haqidagi temalarda nima uchun mazkur sababni Xudo deb bekitishimizning sababini, Xudodan boshqani sabab qilishning nimishqa bo'lmaydiganligini aqliy paket va ilm-fan haqiqatlari asosida izohlab o'tdik. Darvaqa olam hodis bo'lgan ekan, uni paydo qilguvchining hodis bo'lishi mumkin emas. Chunki agar olamning sababi azaliy bo'lmay hodis bo'lib qolganida, mazkur hodis sifatiga ega sababni paydo qilgan yana bir sababning bo'lishi zarur bo'ladi va bu sabab zanjirining cheksiz davomlashishini keltirib chiqaradi. Bundaq bir davomlashishning aqliy asos va aksiomlik haqiqatlarga ko'ra mumkin bo'lmaydiganligi muqarrar. Shunga olamning paydo bo'lishidagi mohiyatli sababning cho'qim hodis bo'lmagan bir azaliy sababga berib to'xtishi, hodisni paydo qilgan sabab zanjirining cho'qim bir nuqtaga kelib kesilishi zarur. Olamning paydo bo'lish haqiqati mohiyatda uni yaratgan yaratquchining azaliy ekanligini ko'rsatib qolmay, yana azaliy sifatga ega yaratquchining faqat bir yaratquchi bo'lishini taqozo qiladi. Dalillardan ma'lumki, olam yaratilgan va yaralgandimi bosqichma-bosqich va tadrijlikda yaralgan, yaratish qudrati bo'lsa faqat Xudoda mavjud. Yana kelib, bu qudrat insoniyat tarixidan beri xudolik salohiyatga ishlatilib kelgan bo'lib, yig'ib aytganda bundaq bir salohiyat faqat olamni paydo qilishdan iborat yaratish va yo'qdan bar qilish kuchiga ega sabab Xudoda bo'lishi lozim. Undaqda azaliylik sifatiga ega yaratquchining birdan ko'p bo'lishini yoki Xudoga o'xshash yana bir yaratquchining bo'lishini nima uchun mumkin emas deymiz? Buning javobi mundaq. Birinchi, yaratish demak yo'qdan bar qilish, uni vujudga keltirish demakdir. Bundaq bir ishning vujudga kelishi faqat birli yaratquchining ishi bo'lishi kerakligini belgilaydi. Agar yaratquchi ikki bo'lganida, ma'lumki bu xil tasavvur har ikki Xudoning kuchda, qudratda, ish qilib Xudoda bo'lishga tegishli hamma jihatlarda tap-mutang va farqsiz bo'lishi yoki bo'lmasa ma'lum jihatdan tang bo'lmasligi va yoki ikkisidan birining yana biridan darajasi tuvarak bo'lishi qatorliq uch xil ehtimollikni keltirib chiqarmay qolmaydi. Biroq bu uch xil ehtimollikning hammasi aqlga ziddir. Alayliq
Birinchi xil ehtimollik hamma jihatdan Xudo bilan o'pma o'xshash yana bir Xudoning bo'lishidir. Bu nuqtada oldi bilan shu aniq bo'lish kerakki, ikki mavjudiyatni ayirib turadigan ikkilik degan ma'no mavjud bo'lish uchun bu ikkilik cho'qim farqli ikki mavjudiyatga qo'llanilishi lozim. Ya'ni ikki mavjudiyatni ayrim ikki deyish uchun har ikkisining mohiyati va haqiqati jihatda yana biridan farqlanadigan narsa bo'lishi kerak. Masalan, rang va harakatni misol qilsak, har ikkisi beradigan hukmda va haqiqatida biri yana biridan farqli bo'lg'achqa, uni birli vaqt va o'rinda tang mavjudligini tasavvur qilg'ili bo'ladi. Agar undaq bo'lmay, butunlay hamma tarafdan o'pma o'xshash ikki mavjudlik borligini tasavvur qilishga to'g'ri kelsa, har ikkisini birli vaqt va o'rinda tasavvur qilish mumkin emas. Masalan, o'xshash quyuqlikdagi ikki qap-qarilikni birli vaqtda va o'rinda tasavvur qilg'ili bo'lmaydi. Ya har ikkisining bir o'rin ammo ikki farqli vaqtda tasavvur qilish kerak, yoki bir vaqt ammo ikki o'rinda ayrim holatda tasavvur qilish kerak. Hamma jihatdan butunlay takshi holatida turg'izib, birli o'rinda, birli vaqtda ikki qarilikni tasavvur qilg'ili bo'lmaydi. Bu xuddi bir daryoga birli vaqtda ikki qatim sakrashni tasavvur qilish mumkin bo'lmagandakli bir ish. Mohiyat va haqiqati jihatdan ikki Xudoning mavjud bo'lishi masalasiga qaytsak, ma'lumki, Xudo zamon va makon ta'siriga uchirmaydi. Chunki zamon va makon hodis, hamda zamon va makon har ikkilisi Xudoning yaratishining mahsuli. O'pma o'xshash ikki Xudo bor deyish va u ikkisini farqlantirib turib, ikki mavjudiyat bor deyli desak, ikkilik degan hukmni hosil qiladigan reallik topilmaydi. Chunki zaman va makon orqali farqlantirayli desak, azaliy Xudoni zaman va makon bilan birga azaliylikni tasavvur qilishga imkon yo'q. Bundoq turib, mavjudiyati va azaliyligida biri yana biridan butunlay farqlanmaydigan, hamma jihatdan o'pma o'xshash ikki azaliy yaratquchini tasavvur qilishni aql qabul qilmayli qolmasdan, bu ish mohiyatida tasavvur qilay desimi qilg'ili bo'lmaydigan bir ishni farazga zo'rlashdan boshqa narsa bo'lmaydi. Agar buni tasavvur qilish mumkin bo'ladigan ish bo'lsa edi, olimlar aytganidek bir odamni birli vaqt va o'rinda ikki odam, 10 odam holatida tasavvur qilib beqishga bo'ladi. Ammo bundoq bir tasavvur mumkinchiligi yo'q. Ham undaq tasavvurga o'rinmi yo'q. Demak, hamma tarafdan o'xshash mohiyat va aynan tabiatga ega ikki Xudoning bo'lishi mumkin bo'lmayli qolmay, balki tasavvurga sig'maydi. Shunga bundoq bir ehtimollik rad qilinadi. Ikkinchi xil ehtimollik bo'lsa, bir Xudoning mardiv jihatdan yana bir Xudodan ustun bo'lish ehtimolligidir. Bu ehtimollikda ikkili Xudoni hamma jihatdan o'pma o'xshash degili bo'lmaydi. Bu ehtimollik rad qilindi. Chunki eng ustun martabadagisilar Xudo bo'lishga yaraydi. Yana birining martabasi tuvan bo'lishi, uning qarshisidagi Xudo oldida ojiz, tuvanligini bildiradi. Ojizlik va tuvanlik Xudolik salohiyatni bekor qiladi. Haqiqiy Xudo tangdoshsiz va har jihatdan eng mukammal bo'lishi kerak. Shunga bu ehtimollik rad qilinadi. Uchinchi xil ehtimollikka kelsak, bu oldingi ehtimollikning yana bir varianti bo'lib, bu ehtimollikda ikki Xudodan biri yana biriga qaraganda martabasi tuvan bo'lish ehtimolligidir. Bu ehtimollikmi oldinqisiga o'xshash rad qilindi. Chunki tuvan turg'uni Xudo bo'lishga yaramaydi. Masalaning negizi bo'lsa, Xudoga tang tura oladigan yana bir Xudoning bor bo'lish masalasidir. Tuvan turgan ekan, Xudolik salohiyati bo'lmaydi. Shunga bu ehtimollikmi rad qilindi. Yuqorqi 3 xil ehtimollik rad qilingan ekan, Xudo bilan birga uningga tangdosh ikkinchi bir Xudoning bo'lishining mumkin emasligi muayyanlashadi. Ikki Xudoning mavjud bo'lishi mumkin bo'lmagan yerda ikkidan ortiq Xudoning bo'lishi texmi mumkin emasdir. Shunga yaratgan Xudoning yaratishda va azaliyligida uningga tangdosh ikkinchi bir Xudoning bo'lishi mumkin emas. Mana bu aqliy dalillar natijasi shuni isbotlab turibdiki, yaratgan Xudo ustunlik jihatdan bo'lsin, kuch-qudrat jihatdan bo'lsin, mavjudiyat va mohiyati jihatdan bo'lsin, uning faqat birli bo'lishi aqlga uyg'un keladi. Hamda bu uning o'xshishi va tangdosh yo'qligini ko'rsatadi. Selishtirma din tadqiqotida ensiklopedik asar sohibi, mashhur islom olimi Imom Ibn Hazm bu vaqtdagi bayonida bunday deydi. Alamni yaratgan Xudoning faqat birli bo'lishining fakitlaridan biri, navoda alam ikki yoki o'ndan ko'p Xudoning yaratishi bo'lganida, u chaqda bu ikki Xudo cho'qim bir-biriga o'pma o'xshaydigan yoki bir-biriga butunlay o'xshamaydigan bo'lish ehtimolligidan xoli bo'lolmaydi. Nim bo'lishidan qat'iy nazar, u ikkisida ya ikkisining birida yana biri bilan o'xshashlik yoki farqlanish bo'lishidek bir ahvol cho'qim muayyanlashishi lozim. Agar ko'p xudolik da'vochilari bu xil ahvolning har ikkisida bo'lishini inkor qilgan taqdirda, buningdan o'pma o'xshashlik va yoki farqlanishning har ikkisini inkor qilish kelib chiqadi. Albatta, mazkur ikki ehtimollikning butunlay
bo'lmasligi mumkin emas. Hamda bu xil ahvol Xudoning faqatli yo'qligini tasavvur qilishga ilib bordi. Vaholanki, har ikki xil holatning birmi topilmasligiga ozroqmi imkon yo'q. Shunga bir mohiyatda butunlay o'xshamaydigan va yoki butunlay o'xshaydigan ikki mavjud shayning birli vaqt va o'rinda mavjud bo'lib turishi mumkin emas. Mavjud bo'lib turdi deganlik amaliyotda har ikkisi teng mavjud bo'lmagan, ya'ni yo'q deganlikka barobar. Yo'qlik bir sifat desak, u chaqda yo'qlik sifati yuklanguvchimi yo'q deganlik bo'ladi. Agar birdan ko'p Xudo borligini da'vo qiluvchilar yo'qlik deb sifat bor va bu sifatni Xudoga yuklash mumkin deb turib olsa, u chaqda bundaq bir farazdan birli vaqt va o'rinda yo'q bo'lgan bir mavjud bor deganlik kelib chiqadi. Bundaq bema'ni tasavvurini aql qabul qilmaydi. Qaraydigan bo'lsak, ikki xudo bor deguchilar bu ikki xudoni mavjudlik azalilik ma'nolarida biri yana biriga tangdosh darajada o'xshash degani da'vo qilishgan bo'lib, bu deganlik ikki xudo mavjudligidami, qilim etimlaridami, azaliligidami o'xshash. Har ikki xudoda bor bu sifatlar har ikkisidan ayrilmaydigan sifatlardir deganlik bo'ladi. Bundaq bir ahvol masalani mazkur sifatlar ikkisida aynan tepilmasa bo'lmaydi degan nuqtaga olib keladi. Darvaqa agar ikki xudo bu darajada mavjudligi, yaratishi, azaliyligi qatorliqlarda tangdosh, o'xshash desak, demak bu darajada o'xshashligi bor ikki narsa ikki bo'lmasdan aslida bir narsa bo'lish kerak bo'ladi. İmam İbn Hazm demakchiki, birli vaqt va o'rinda xususiyat va mohiyatda o'pmi o'xshash ikki narsa bor deyish mumkin bo'lmagan ekan, vaqt va makonmi mavjud bo'lmagan azalda o'pmi o'xshash ikki mavjudiyatni tasavvur qilish mumkin emasdir. Agar zo'rig'i bor deyilgan taqdirda bu aslida bir mavjudiyatni aqlga sig'masimi, zo'rig'i ikki qilib tasavvur qilib beqishdan boshqa ish bo'lmaydi. Shunga butunlay o'xshash bo'lgan ikki mavjudiyat bor deganda qilinayotgan tahlilning yo'linishi aslida ikki mavjudiyat ustida ketayotgan bo'lmasdan, balki bir mavjudiyat ustida ketayotgan bo'lishiga qistalmay qolmaydi. Deyilayotgan sifatlarmi ikki narsa ustida emas, aslida bir narsa ustida bo'linayotganligiga berib to'xtalmay mumkin bo'lmaydi. Natijada bu azaliy yaratquchi sifatiga ega bir mavjudiyatni ikki qilib tasavvur qilib beqish, ya'ni aqlda mumkin emas bir ishni tasavvur qilish bo'lib chiqadi. Zaman va makon ta'siriga uchramaydigan azaliy ikki xudoni tasavvur qilish ana shundaq mumkinsizlik ichidagi mumkinsizlik bo'lib, demak aqliy natija yanada azaliylik sifatiga ega yaratquchining faqat birli bo'lishini qabul qiladi va buni taqozo qiladi. Koinot dalili asosida aqliy dalillardan sirt Qur'oniy dalillarga nazar tashlagan chaqimizda yuqorqi aqliy yakundan chiqadigan xulosa bilan o'xshash bir nuqtaga, ya'ni yaratgan Xudo faqat biri bo'lish kerak degan nuqtaga berib to'xtaymiz. Chunki Qur'on ta'limotlaridagi tipik xosliklarning biri uning insoniyatga Xudoning yakkiganligini bildirish va bu bilishni dalil isbotlar asosida ishga oshirish chaqiriqiga ega bo'lganligi gavdalandi. Masalan, Qur'onda bilginki Allohdan boshqa hech bir iloh yo'qdir. Muhammad surasi 19-oyat degan oyatdagi bilish va shundaqla bu Qur'on kishilarning ogohlantirilishi, ularning Allohning bir ekanligini bilishi, aql egillarining vaz-nasat elish uchun yetkazildi. İbrahim surasi 52-oyat degan oyatdagi bilishga tashabbus qilish qatorliqlarning hammasida Qur'onning Allohning yakkiganligini dalillaydigan va bu dalillarni o'z ichiga olgan kitob ekanligini jakarlash hamda buni nuqul o'qib qo'yish asosida emas, balki uningdagi haqiqatlarni bir aql egisi sifatida tafakkur qilish va u ilib kelgan haqiqatni dalil isbotlar asosida bilish, Allohga bilim asosida ishonish kerakligi o'ttirg'a qo'yilgan. Qaraydigan bo'lsak, yuqorida biz aqliy asoslar orqali chiqargan Allohning yakki yegani ekanligi haqidagi aqliy xulosa Qur'on Karimda intayin ixcham va negizlik tilda o'ttirg'a qo'yilgan bo'lib, Qur'on bu haqda mundaq deydi: Allohdan boshqa hech iloh yo'qdir. U hamisha tirikdir, hammani idora qilib turg'uchidir. Baqara surasi 255-oyat. Hech shay Allohga o'xshash emasdir. Shura surasi 11-oyat. Yuqorqi oyatlarning mazmuniga yo'g'rilgan aqliy natija Allohga o'xshash yana bir Allohning bo'lish ehtimolligini butunlay rad qiladi. Chunki oyatning Allohga o'xshash yana bir Xudoning bo'lishini keskin hukm bilan rad qilish muddaosiga yuqorida bayoni kelgan aqliy tahlil nuqtasidan qaraganimizda oyatdagi hukmning aqlga intayin uyg'un keldiganligi, aksicha holda bo'lsa aqlga zid keldiganligi, hatto buning tasavvuridami o'rni yo'q bir ish ekanligi asonli o'ttirg'a chiqadi. Qur'on Karim yana yaratish ishining faqat Xudodan topiladigan xoslik ekanligini, Xudolik salohiyatni muayyanlashtirish va bu salohiyatni bekitish hamda uni g'ayridan farqlantirishda yaratish xususiyatining o'lcham qilinish kerakligini ifodalab mundaq deydi:
Allah haqiqatan danni va urug'ni baxlandirg'uchidir. Ana shu haqiqiy ilahdir. Sizlar qandaqmi yuz o'risizlar? An'am surasi 95-oyat. Shubhasizki, sizlar Allohni qo'yib cho'qinayotgan narsalarning hammasi yig'ilgan taqdirdimi hargiz bir chivinni yaratolmaydi. Haj surasi 73-oyat. Yaratgan Allah bilan yaratolmaydiganlar o'xshashmi? O'ylamamsizlar. Nahl surasi 17-oyat. Yuqorqi oyatlar yaratishning faqat Xudoga xos ekanligini bildirib kelgan bo'libmi keyingi oyatdagi savol uslubida kelgan xitobda bu nuqtaning go'yo har bir xitob obyektining еңida javobi aniq va ro'shan narsa ekanligi maqsad qilingandir. Oyat inkor qilish ma'nosini bildirib kelgan savol qo'shimchasi bilan boshlanish bilan birga xitob obyektlarida javobi ma'lum va aniq bo'lgan ritorik savol uslubida kelgan. Albatta, yaratgan zot yaratolmaydiganlarga o'xshamaydi deganlikdir. Buni o'z navbatida yaratgan Xudoga o'xshash ikkinchi bir Xudoning mavjud emasligi muqarrar bo'lgan ekan, yaratgan Xudoning o'xshashi bo'lishi mumkin emas. U faqatli biri bo'lishi kerak. Uningdan boshqa yaratquchi yo'q deganlikka barobar deb tushunish tamoman mumkin. Qur'on Karim yuqorqidek hukm xarakteri va yoki savol uslubi asosida kelgan mantiqiy bayonlarni ilgari suribla qolmay, mazkur hukmning aqliy faktlarini o'ttirg'a qo'ydi va birdan ortiq Xudoning bo'lishining aqliy jihatdan mumkin emasligini, yaratquchining faqat bir va yagona ekanligini dalillaydi. Bu vaqtda Qur'on Karim mundaq deydi: Allah baladan xoli, uningga barobar keladigan boshqa bir ilahmi yo'q. Agar undaq bo'lsa edi, u chaqda har ilah o'zi yaratgan maxluqotni yolg'iz egallaydi-da, ba'zisidan albatta ustun keladi. Allah ularning deganlaridan pokdir. Mu'minun surasi 91-oyat. Va yana ular Allah yaratganga o'xshash qandaqdir maxluqotlarni yaratgan ma'budlarni butun maxluqotni yaratgan Allohga sherik qilib olib, Allah'ның yaratqаны bilan ma'budlarimiz yaratgan davolgan narsani ayırılmay qaldımı? Allah hamma narsani yaratquchidir. Allah birdir, hammaga g'olibdir. Ra'd surasi 16-oyat. Yuqorqi oyat azaliy yaratquchining bir ekanligini naqliy jihatdan yuritgan kuchli dalillardandir. Oyatda ikki yaratquchi bo'lgan taqdirda cho'qim ikki yaratquchining o'z oldiga yaratganlari bo'lish kerakligi va cho'qim har ikki xudo o'ttirisida to'qinish bo'lish kerakligi, biroq reallikda bundoq bir ahvol mavjud emasligi qatorliq nuqtalarni mantiqliq yuritib bergan. Masalaga bu nuqtadan qaragandami yaratquchining birligi muayyanlashidi. Oyat yana aqliy dalil nuqtasidan olimlarning Allohning birligini dalillashdagi aqliy dalil manbalaridan biri bo'lgandir. İmam Razi mundaq deydi: oyatning ma'nosi navoda yaratquchi bir bo'lmaganida har xudo o'zining yaratganlarini o'ziga tava qilishda ching turadi va xuddi sizlar dunyo podshohlarining o'z saltanat tavalligi bilan alohida farqlanib turmoqchi hamda biri yana biri ustidan g'olib kelmoqchi bo'lganidek, tangrilarning reallikda o'z yaratganlarini egallab, oralarida farq yaratishga tirishadiganligini, biri ustidan g'olib kelmoqchi bo'lganligini ko'ratdinglar. Ammo bilinglarki, barliq shaylarning egiligi faqat birli Xudoning ilkida degandan iborat. İmam Abu Mansur Maturidi mundaq deydi: navoda Allah'tan başqa yana bir xudo bo'lganida uningmi hikmat parasiti cho'qim namoyon bo'lmay qolmaydi. Yana bir xudomi qudrati va saltanati uqulsin uchun Allohning qilganidan ayrim holatda o'z kuchining ta'sirini ko'rsatmay qolmaydi. Ammo qarasak undaq bir ish yuz bergani yo'q. Buningdan xudolik maqomining faqat bir Allohga mansub ekanligi, yaratquchining faqat birli ekanligi ayon bo'ladi. Mana bu u chaqda har iloh o'zi yaratgan maxluqotni yolg'iz egallaydi va Allah'ның yaratqani bilan ma'budlarimiz yaratgan davolgan narsani ayırolmay qaldimi degan oyatlarning ma'nosidir. İmam İbn Taymiya mazkur oyat haqidagi izohatlardan birida mundaq deydi: biri ustidan g'olib kelish masalasiga kelsak, bu tabiiyla mag'lub tarafning xudolik salohiyatini elib tashlaydi. Ya'ni uni xudo degili bo'lmaydi. Bumi ikki xudoning biri qodir bo'lgan ishda yana birining qodir bo'lishining mumkin emasligini ko'rsatadi. U yana mundaq deydi: qudrati o'pma o'xshash ikki xudo bor degan vaqtda har ikkisining qudrati bir-birining yaratish ishini to'salaydigan bo'lish kerak bo'lgan bo'ladi. Ya'ni ilohiy qudrat har ikki xudoda tang bor deganlik, har ikkisi bir-biriga to'salg'u elib kela oladigan kuchda tang deganlik kelib chiqadi.
Alamning yaralganligiga qarasak, birining qudratini to'sib qo'yish degan ish yuz bermadi. Yuz bersa edi, bilinadi. Shunga bundaq ishning yuz bermaganligi qudrati o'xshash ikki xudoning bo'lmaganligini ko'rsatadi. Navoda birining qudratini yana biri to'sib qololmagan bo'lsa, bu aniqla bir xudoning yana bir xudo bilan qudratni tang emasligini uqtirib beradi. Halbuki bu yerda gap xudolikda o'xshash biri yana birining o'rnini to'ldira oladigan yoki uning o'rnida tura oladigan ikki xudo borligi masalasi ustida bo'lyotidi. Demak, yaratish qudratida bir-biriga tangdosh ikki xudoning bo'lishi mumkin emas. Buning bilan qudrati eng g'olib kelguchi xudoning qolgan hammasi ustidan g'olib kelganligi muayyanlashadi. Ya'ni eng g'olibning xudo ekanligi boshqalarning xudo emasligi aniq bo'ladi. Buningdan yaratquchining faqat birli ekanligi muayyanlashadi. Mana bu Qur'ondagi ba'sidan albatta ustun keladi degan oyatning ma'nosidir. Alloma Shayx Al-Harasi mazkur oyat haqida to'xtalib bunday deydi. Oyatning dalil nuqtai nazari shuki, Xudo birdan ko'p bo'lgan taqdirda har bir xudoning o'ziga tava yaratishi va faoliyati bo'lishi cho'qim. Buningda o'z oralarida hamkorlik o'rnatishiga yo'l yo'q bo'lib, ma'lum bir yerda ular o'rtasida ixtilof ko'rilishi muqarrar. Navoda oralarida hamkorlik o'rnatdi desak, ayrim holatida biri-biriga hamkorlashish ehtiyoji tushish tufayli har birida ojizlik ko'rilgan bo'ladi. Aciz qolg'uvchi taraf xudo bo'lishga yaramaydi. Undaqda cho'qim har bir xudoning yaratishi va faoliyati ayrim bilinib turishi lozim. Bir bo'lsa, bu xudolardan har biri boshqa xudolarni bo'ysundirib, ularni mag'lub qilish qudratida bir-biriga tangdosh xudolar bo'ladi. O chaqda xuddi dunyo podshohlariga o'xshash boshqa mamlakat podshohlarini bo'ysundira olmaganda, o'z fuqarolarini tutib ayrim farqlanib turganidek, har biri o'zining yaratishiga tava maxluqotlarni egallab, ularni o'zining saltanati ostida ayrim tutadi. Yoki bo'lmasa, bu xudolar ishidan biri boshqa xudolarga qaraganda qudrati eng ustun bo'lib, boshqa xudolarning hammini mag'lub qilib, ularni bo'ysundirdi va yaratish, idora qilish ishini bir qo'lliq o'zi olib mangdi. Demak, navoda birdan ortiq yaratquchi bor desak, bundaq ikki ahvoldan biri yuz berish cho'qim. Birinchi, har biri yaratganlar bilan ayrim bo'lish. Ikkinchi, bir-biri ustidan g'olib kelish. Birinchi ahvolning yuz berishi reallikda mavjud emas. Chunki bundaq bo'lish yaralmish bu olamning juz'iylari o'rtasida uyushmaslik, parchalanish bo'lishini taqozo qiladi. Halbuki reallik olamning har qaysi juz'ilari ara bir-biriga giralashgan bir jism misoli bir gavda holatida ekanligini isbotladi. Shunga olamning faqat birli Xudo tarafdan putib chiqqan asar bo'lishdan boshqasi mumkin emas. Ikkinchi ahvoldagisi biri ustidan g'olib kelish ahvoli bo'lib, natija yanada g'albida eng ustun bo'lganining oxirida faqat birli Xudo bo'lish kerakligini taqozo qiladi. Ko'rib o'tganimizdek, Qur'oniy dalil va uning izohatlari xuddi undan ilgari o'ttirg'a qo'yilgan aqliy dalillarga mos holda azaliy yaratquchining faqat birli bo'lish kerakligini dalillaydi. Qur'on Karim yaratquchining hech bir ishda yordamchisi, sheriki, hamrohi qatorliq Xudoning xudoligiga o'rtoq bo'lish ehtimoli yo'qligini oyatlarda ana shunday takror qayd qilgan bo'lib, Qur'on Xudoning yakkayiganligi masalasini, Xudoning bor bo'lishidan kelib chiqadigan har bir natija hamda aqliy va ilmiy yakunlarning taqozosi va talabiga uyg'un bayonlari asosida o'tirg'a qo'ygandir. Qur'on Karim yaratquchining mavjudligida, ish faoliyati va sifatlarida uning yakkayiganligini bildirib bunday deydi. Allah osmonlarni va yerni o'rnaksiz yaratquchidir. Allah'ның jüpti bo'lmasa, qandaqmi balasi bo'lsin? Hamma narsani Allah yaratgan. Hamma narsani Allah bilguchidir. An'am surasi 101-oyat. Ey Muhammad, aytqinki, sizlar Allah'ni qo'yib iloh davolgan nimalarni chaqiringlar. Ular osmonlarda va zaminda zarra chaqliq narsaga ega bo'la olmaydi. Ularning osmon zaminning yaratilishida hech sherikligi yo'q. Ularning hech biri Allohga yordamchimi emas. Saba surasi 22-oyat. Osmonlarning, zaminning va ularning orasidagi narsalarning podshohligi ilgida bo'lgan zot Alloh pokdir. Zuhruf surasi 84-oyat. Allah sizlarni onanglarning qo'rsig'ida bir holatdan yana bir holatga taraqqiy qildirib, uch qorong'uliq, ya'ni bola hamrohi, balyatqu va onaning qo'rsiq ichida yaratdi. Ana shu Alloh sizlarning parvardigoringlardir. Podshohlik Allohga xosdir. Uningdan boshqa hech iloh yo'qdir. Shundaq to'g'riliq, qandaqmi burilib ketisizlar? Zumar surasi 6-oyat. Yuqorqi oyatlar keskin holda yaratgan Allohning birligi, jonliq va jonsiz jimi shay'ini yaratish qudratida uning mustaqil va yakkayigani ekanligini bildirdi. Albatta,
Bu nuqtani mazmun qilgan oyatlar intayin ko'p bo'lib, yuqoriqilar faqat oyatlardan o'rnaklar xolos. Qur'on Karim ikki azaliy yaratquchining bo'lishining aqliy jihatdan mumkin emasligini ilgari surish bilan birga, yanada ilgirlagan holda olamni yaratgan azaliy Xudoning faqat bir bo'lishining go'yo mantiqliq asoslar, aksiomlik haqiqatlar kabi o'z-o'zidan ma'lum ekanligini o'tirg'a qo'ydi. Ma'lum bo'lganidek, odatda bu xil bayon usuli ritorik savol tariqasida o'tirg'a qo'yilgan bo'lib, Qur'on yaratquchining birdan ortiq emasligini, go'yo bu o'z-o'zidan ma'lum aksiomlik haqiqat va har bir inson tabiati bunga ixro bo'lgan masala sifatida bayon qiladi. Bu vaqtda Qur'on Karim mundaq deydi: Allohdan boshqa yaratquchi bormi? Fatir surasi 3-oyat. Imom Ibn Atiyya mundaq deydi: Oyatning ma'nosi Allohdan boshqa yaratquchi albatta yo'q deganlikdir. Imom Xazin mundaq deydi: Oyatning ma'nosi Allohdan boshqa hech yaratquchi yo'q deganlik bo'lib, mazkur oyatning savol uslubi ritorik savol uslubidir. Imom Ibn Ashur mundaq deydi: Mazkur oyatda Allohning yakki yeganiligiga, qudrat kamoliga, fazli marhamatiga nazar solishga chaqiriq bor bo'lib, inkor tariqasidagi savol uslubida kelgan. Allama Shanqiti bu vaqtdagi tafsirida mundaq deydi: Oyatdagi so'roq rad qilishdek bo'lishsiz ma'nodan kelib chiqqan bo'lib, savol inkor tariqasidagi savol uslubidir. Ma'nosi yagona Allohdan boshqa hech yaratquchi yo'q deganlikdir. Yuqorqi oyat va izohatlardan ko'rilishga bo'ladiki, Qur'on Karim yaratquchining faqat bir bo'lishini dalillaydigan hukm xarakteridagi bayon va aqliy dalillarni o'ttirg'a qo'ymasdan, yaratquchining yakki yeganiligini ritorik savol uslubida, ya'ni javobi muayyan va xitob egasining bilishi muqarrar masala sifatida o'ttirg'a qo'ygandir. Bu xuddi Allohning mavjudligi masalasining sog'lom aql va suzuk inson tabiati ixro qiladigan, uni inkor qilish go'yo aqliy asoslarni inkor qilganga o'xshash bir ahvol bo'lganligi muddao qilingan. Allohning borligida shak bormi degan oyatiga o'xshash uslubda kelgan savol tarzdir. Mana bular Qur'on Karimning har bir jumlasida, xitob uslubi va bayon shakliga qadar hammasida yaratgan Xudoning cho'qim bir bo'lish kerakligini, uning yakki yegani bo'lishining muqarrar ekanligini muayyanlashtirib manganligini uqtirib beradi. Yig'ib aytganda, bu temaga aloqador aqliy va naqliy dalillar yaratishning faqatla Xudoga xos ish ekanligini, uning azaliyligini hamda bu azaliy Xudoning faqatla bir bo'lish kerakligini dalillaydi.